Diqqat xalq tezkor xabar. Poytaxt aholisini chang to'zondan ogohlantirildi. Bugun 29-iyun kuni Toshkent shahrida kuchli shamol kuzatilayotganligi sabab chang to'zon ko'tarilishi mumkin. Bu haqda poytaxt hokimligi aholiga ogohlantirish bilan chiqdi. Shu munosabat bilan poytaxt aholisi va mehmonxonalardan ehtiyot choralariga amal qilish so'raladi. Jumladan, avtomobillarni daraxtlar va elektr uzatish liniyalari ostiga qoldirmaslik, allergiya yoki changga sezuvchanligi bo'lgan fuqarolarga zarurat bo'lmasa ko'chaga chiqmaslik, shahar bo'ylab harakatlanishda ehtiyotkor bo'lish, o'zini va yaqinlarini shaxsiy mulkini asrash tavsiya etiladi. Qayd etilishicha, ob-havo sharoitining yomonlashuvi sababli simlarning uzilishi, daraxtlarning qulashi va havoda chang miqdori ko'payishi mumkin. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.